Deyüzlük əxlaqının kelib çıxışı. Abduqadir Jaloliddin. İnsanlarning parvozi zemin, havo va sularni bir-biriga tutashtirdi. Ularning nazarida osmonning yiroq burjigidagi yulduzlar, sun'iy hamrohlar yulduzlarning sirlarini chorlab, yer yuzining alpozini nishonladi. Asboblar shu qadar nozik. Yurakning ansiz so'qishlari, iç bag'rimdagi aynishlar, qon tiplarimiz, gen tuzilishimizning hammasi oshkora. Har bir bo'sug'a, har bir do'qmush arxivimizga yangi bir mazmun qo'shidi. Baragan siri kartalarga aylandim. Kartalar meni to'shimoqda. Telefonlarda paraga aylandim. Kimlardir meni süzmekte. Lekin mashqumning kari yo'q. Yolg'izlik. Hech kimga tushuntirolmagan gaplar bilan to'shib ketgan so'g'uq yolg'izlik. Bozorga o'tmaganlik uchun o'zimga qap qoldi. Manfaat murassalari insonlarning vujudini bir-biri yaqinlashtirdi. 7 iqlimdan kelgan bir to'p odam bir shirani cho'rdab o'ltirib qahva ichishdi. Ondan paycheki, muhit krizisi, terrorizm haqida gap qilishdi. Dal shu vaqtda o'q shishidagi gazitchi bolalar terrorizmni bosh maqala qilgan gazitni tovlab setishayotdi. Dal shu kuni bir maylamchi bola quyoshni do'qmushda kutib olib, yana shu do'qmushda o'stib qo'ydi. Uning ko'rib yetaligini oyoqlardan iborat edi. U chamlarning ostidagi yo'llarni ko'rishga amalsiz edi. Kitob ko'tarib rastida ketayotgan edim. Rasta bo'yidagi bir tilamchi yenimdagi bir tilamchiga meni ko'rsatib turib bir nimlarni dedi. Ular kir chiroylarini purishtirib kuldi. Men ularga g'umaydim. Kechiring apandim, bajalmagandikin kulayverdik. Men nim deyishimni bilolmay ularga qarab qoldim. Biz arzimas odamlar, dedi ularning biri. Arzimas odamlarning oliyjanoblar ustidan kulish huquqi bo'lar. Emis nima kuldinglar? Kitobmi ko'payib ketdi, bizmi ko'payib ketdik. Siz buni kitob orqali davolay olamsiz? Men yana nim deyishimni bilolmadim. Kitob olgan pulga bizdek tilamchidan nechini qutuldirg'ili bo'lar? Dedi yana biri. Ular tilamchi bo'lg'ashqa mutafakkir bo'lganmi yoki mutafakkir bo'lg'ashqa tilamchi bo'lganmi? Buni ayriy olmadim. Damalliqda gangirabli qoldim. Qandoqdir bir kuch meni ularga yaqinlashtirdi. Yurtimizdan eqib chiqdik. Tilamchilik qilib taqdirning chaqchiqiga chaqchaq qaytiryapmiz, dedi bir tilamchi. Har ilayotgansizlar haqachon? So'radim men. Har ilib qanday qilatdik? Hozir kim bilan kimning ishi? Odamni numus o'ltirdi degan gap bor, dedim men. Numus? Dedi bir xil ikki tilamchi. Biz numus degan gapning nimaligini allburun unutilib ketdik. Bizning numusimiz yurtimizdan ayrilgandila o'lgan. Endi kip ketdim.
nomusning o'lganligi to'g'risidagi xitobnomani tor rastidagi munu tilamchilardan anglab qilishni xiyolimga keltirmabdi ekanman. Bu men anglagan ochiq ammo dilkash bir parang bo'ldi. Hashamatlik dasturxonlar, sipoyi gaplar, adab, takalluf, tavazzu bilan to'shib ketib, naq gaplarni tapqil bo'lmas bo'lib ketdi. Şirin taam, şirin kalamlarda ne ko'ngilning rizosi, ne qismatning davasi, ne azodilik havasi. Kerizisli xiyollarga betib yurganimga uzoq bo'lib ketgandi. Saat-saatlab o'ltirishlarda qalb degan nima yo'q. Faqat taxsida iskiliti ko'rinib qolgan beliq. Tabassumlarda mehr yo'q. Faqatli u bir odat. Samimiy qalb izdiganlar ko'r. Ular sening samimiy qalbingni dassab o'tib, haromdan luqma izdishidir. Ko'z yeshig'i boy ayollar hargizmi oldidagi daraxtning soyasini ko'zlamaydi. Ularning beqaror ko'zlari yiroq-yiroqlarga talmurib, julosidan ketadi. So'latlik yigitlarning lavzida salmoq yo'q. Boturlarning arvohi yiroqlarga ko'chmoqda. Erish qiyin. Erishilganning qimmati yo'q. Zaman muakkallari chekiti yo'q tarozlarni ko'tarib bozor arlab yurishidi. Cananlarning bugungi kulkisi sening atiki o'g'ing. Muhabbat xatarlik o'yin. Shoirligimga savol qo'ydim, u so'zlarni sapki tuzdi. Shuncha aqtirsam, tuzuk qapoq yo'q. Barang-barangga o'xshamay qoldi. Hech kim lavzida ahdi vafo yo'q. Parang-parangga o'xshamay qoldi. Tama o't yoqdi ko'ngil ko'ziga. Salamga o'xshamay qoldi. O'zgirib turar yorning qarori, janon-janonga o'xshamay qoldi. Mehrobdan chayon chiqqini qiziq, palon-palonga o'xshamay qoldi. Daldush turibmi berar patva, sarang-sarangga o'xshamay qoldi. Ishingni yapmu, beshingni yeydi, balang-balangga o'xshamay qoldi. Uyga yetib bordim. Kecha hamma yoq jimjit. O'zimni tinglab o'ltiraman. Esimga bir jumla so'z kelib edi, shu peti xotirlab qo'ydim. Nomusni bilmaslik qo'rqinchliq. Lekin nomusni bilgan turuqliq, nomus qilishga jur'at qila olmaslik texmi qo'rqinchliq. Bu tilamchilarning so'zidan keyin ming bir o'ylanib topgan yakun bo'ldi. O'ylab baxsam, ko'chada o'ltirib tilamchilik qilish bilan ishxonada o'ltirib tilamchilik qilishning yiltizi bir ishkan. Qaraganda nomusni qayirib qo'yish axloqi ravrus moda bo'pti. Qizimning bir savoli esimdan kechdi. O Turg'an To'xtamovning Nozugum nomli tarixiy romanini o'qitib, shundoq so'ragan edi. Nozugumni Çin lashkarlari tutib olib, hetgah oldida ilib mangsa, kishanlangan Nozugumni ko'rgan 10 minglagan omma qarab turadi ekan. Uni qutuldirish faqat oshig'i Boqiyning ishi bo'lib qoladi ekan. Bundaq ahvol asrlar sepi Oqsudan o'tib Eliga borg'icha davomlashadi ekan. Faqat ularga
iç ağırgan neçe 10 dervişler ägişip maňa diken. Biçar Nuzugumga yardam kılıdığan tüzük adamı çıkmaydı iken. Dada, zada tarixning özü şundaq mı? Yoki yazgıcı şundaq yazgan mı? Sual sadda, lekin tabiiy idi. Bu tabiiylikda tefekkürümni hal sırtıdığan derecede çoңqurluq bardaq qılatdi. Bu sualni bir bakira qizning vujudidagi sap insoniy tabiatning durdanisi deyishga bo'ladi. İnsoniylik bilimdan a'lo degan gap shuningdan bo'lsa kerak. Qizimning suali Nuzugumning bir qo'shiqini esimga soldi. Egiz tog'dan suv tushdi, suzib ichar yer bormi? Nuzug başığı kun tushdi, ilib ketar er bormi? Nuzugumning suali bilan qizimning suali tegi takdidan aytganda bir sual edi. Bu hargizmi bir qalamkash o'z oldiga yolg'iz javob bera oladigan sual emas edi. Naq shu vaqtning o'zida bir nimalarni deb qizimni rozi qildim. Biroq shuningdan keyin men shu savolga asir bo'lganimcha izchil xiyol qildim. Ushtum tut shu savolga munosabatlik qiziqarli bir tajribani bir materialdan uchirtib qoldim. Bir odamning aqli cheklik. Ko'pchilikning orasida aqllar bor. Ko'rgunimni o'tirg'i tashlab yiqishni loyiq topdim. Tajriba xodimlari 5 maymunni qafasga solib, bir sapaq bananni qafasning ustungi shadisiga esibdi. Navada maymun bananni ilishga urinsa, so'pir kulib, maymunlarning hammasi tangli ho'l bo'lib ketadi ekan. Buni aqlliq olimlar shundoq loyihlagan ekan. Dastlabda bir maymun bananni ilib yeyishga urinibdi ekan, natijada 5 maymunning hammasi birdek yo'l bo'lib ketibdi. Maymunlar navbat bilan oshundoq urinishda bo'lib, o'xshash oqibatni ko'ribdi. Oxirida maymunlar yo'l bo'lib ketishdan qo'rqib, bananni ilib yeyishga urinmaydigan bo'libdi. Keyin tajriba xodimlari bir maymunni qafasdan chiqarib etib, uning o'rniga yangi bir maymunni solabdi. Yangi maymun bananlarni ko'rgan hamon etilibdi. Natijada qolgan 4 maymundan rosa dumba yapti. Chunki u 4 maymun u bizni ho'l qilib o'tdi deb ansiraydi ekan. Yangi maymun oxir orzusidan voz kechibdi. Tajriba xodimlari aslidagi 4 maymunning birini chiqarib etib, uning o'rniga ikkinchi bir yangi maymunni kirgizibdi. Bu maymunmu bananni ko'rib ilib yemoqchi bo'libdi. Albatta, uning taqdirimi birinchi yangi maymunga o'xshash dumbu yeyish bo'libdi. Qiziq yeri shuki, birinchi yangi maymun keyingilardan hammadan bekrak kuchab uribdi. Maymunlar ana shundoq tartibda almashibdi. Oxiri hech kim bananga chiqila olmaydigan bo'libdi. Ular bundoq bo'lishining sababini zodila tushunmaydi ekan. Faqat banan yeyishga urinsa, boshqa maymunlardan dumbu yeydiganligini o'qidi ekan. Yuqorqi tajriba bayonini qizimga o'qib bergan edim. U maymunlarmi qiziqishgan? Ho'l bo'lib ketganga nim bo'ladi? deb inkas qaytirdi. Ho'l bo'lib ketishning hech qisi yo'qligini faqat tajriba xodimlari biladi. Maymunlar uni bilsa, dumbu o'rniga banan yegan bo'ladi, dedim men.